1 2 3. Mana 250 diametr, 480 kuba har biri. Mana chiqarib qo'yamiz. O'tni ham qo'y. Mana. Soatiga 480 kuba beruvchi bu Toshkentda Bekobodda xudo xolasa kattani yoqib yuboribdi demanglar. Ha aytgancha bitta like bosib qo'ying mehnatlarga, dehqon akalar, fermerlar akalar, shu dehqonchiliklarning yuz bo'laversin. Xudo xolasa nasosni o'rnatishi, joylari, narxlarini hammasini to'liq tushuntirganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib o'zlaringga ma'lumot olsalaring bo'ladi. Mabodo bizni qo'limiz tegmaydigan bo'lsa, nasos narxlarigacha yetganmiz. Nasosga zakaz bersalaring, jo'natib beraveramiz. Bemalol любой joydan nasosni narx-navosini surishtirasizlar. Akalar, bu narxga asosiysi buni 1 yil kafolati bor zavodskoy defektiga. Bemalol gazini qo'shib, maza qilib dehqonchilik qilsalaring bo'laveradi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Rahmat kamal. Haytgancha bitta like bosib qo'ying aka. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar. Charchamayapsizlar. Mana bugun biz Toshkent Bekobod xudo xolasa bitta 11 kilovat 250 lik nasosimizni yurgizdik. Ko'rib turibsizlar bosimini. Hop. Chotkimi? Mana shu yerda 35 gektar yerga nima bor? Sholiga, mana atrof sholi ko'rib turibsizlar. Hop, akalar. Pajarnichilarni qo'yib berdik. Sababi bu akalarimiz bu yerda nasosini bo'shatib olib ketishar ekan. Shuning uchun pazarnichilarni olishga majbur bo'ldik. Vaqtincha bo'lganligi uchun bu yerda musorlarni tozalash kerak. Masalan, ham musor ko'p, suv bosimi ham past. O, ko'ryapsizlar, aylana hosil qilyapti. Hop. Xudo xolasa shitlarni ham cho'tka qilib qo'ydik. Joy-joyiga o'rnatib 250 trubani masofasi 15 metr. Chotki, xudo xolasa. Nasosdagi musor ekan. Mana shu endi musorlar tozalashadi, xudo xolasa. Orqaga qaytganda nasos tozalaydi o'z-o'zini. 100% tozalaydi. Ilon bosh bor ekanmi? Kattami? Yaqinda ular suv quriydi. Elektroshitlarni ham cho'tki qilib, 25 lik kabellar tortib, asosiysi kabelni o'ziga ulab, pryamoy. Xo'p, aytishlaring mumkin, pajarnichilar bo'lmaydi deyishlaring mumkin, lekin bu pajarnichilarni vaqtincha ishlashadi ekan. Bir sezon bemalol ishlab beradi. Bu yerdan nasosni olib ketishadi. Shuning uchun pajarnichilar arzonroq, qulayroq qo'yishga majbur bo'ldik. Yana truba qo'ymabsan degan aql o'rgatadiganlar ham ko'payib ketyapti. O'tgan yili o'tinchi o'yib yurgan odam bugun nasos o'rnatib olib aql bo'lyapti. Tikka qo'y, u bo'y, bu bo'y deb. Nasoslarda ham turi bor. Xo'p, yotiq ishlaydigan nasoslar bor. Biz shuni mana salkam 9-10 yil bo'lyapti shu nasosni nimasiga kirganimizga. 10 yildan beri shu nasosni nimalarini ko'rib, xudo xolasa stonovkasini joyiga qarab o'rnatamiz, nasosni ham tanlaymiz. Ba'zi bir joylarda suv past bo'ladi. O'sha joylarga yotiq qo'yiladigan nasos, yotiq deganda ham 45 gradus qo'yiladigan nasoslar bor. Ba'zi bir joylarga keladigan bo'lsak, suvi ko'p, hamma yo'g'i joy-joyida bo'ladigan bo'lsa, tik o'rnatishga to'g'ri keladi. Shu holatda nasosni ajratib, tik holatda va nima ishlaydigan nasosni, ya'ni joyga qarab tanlanadi. Xullas, soatiga 500 kuba, xudo xolasa. Bu Toshkent Bekobod. Chotki ham yo'q, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Nasib bo'lsa, nasosda narxlariga keladigan bo'lsak, $660, 250 taligi. Hech qanaqa birraligisi yo'q. Pryamoy dilerdan olamiz. 1 yil kafolati bor asosiysi nasosga. 1 yil kafolat bor. 100% javob berishadi zavodskoy defektiga. Shitlariga asosiy nasosning kuymasligiga asosiysi shitlarga e'tibor berish kerak. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa. Biz imkoniyat darajada dehqonlarga qo'limizdan kelgancha stanovka qilib berishga harakat qilaveramiz.